Assalomu alaykum. Bizni navbatdagi obyektimiz Mingbuloq yo'li, Qo'qonga Farg'ona ketish yo'li. Bu yoq Namangandan chiqish Shibin zavod. Xo'p, yo'l bo'yidagi joyga Shibin zavodga ofis uchun ish romlarini qo'yib berdik. Bu tomonimizda barcha taraflar ochiq bo'ladi. Yozda issiq, qishda sovuq bo'ladi. Shuni hisobiga mustahkam issiq sovuq ushlab qoladigan ish romlardan qo'yib berganmiz ofis qilishga. Xo'p, bu ofisimizga ishlatgan materiallarimiz termoprofildan eshiklarni Engelbek profildan romlarni qo'yib berganmiz. Juda ham mustahkam chiqqan rangli santrazit issiq sovuq ushlashligi uchun oynalarni energiya tejovchi oyna qilib berganmiz. Ozgina ko'mtir to'g'laydi. Eshigimizni splashnoy holatda qilganmiz. Razmerlari 90 ga 230 bo'lgan. 1.8 shotlankalar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Ochiq yopish idealniy holatda, mana termo 65 eshigimizni. Hop, bu tomonimizda romlarimiz tushgan. Romlarimizning razmeri 1.60 ga 1.65 balandlikda, ikkita chekkasini ochilish, o'rtasi gulxo'y holatda bo'lgan. Mana tashqi tomonlari va tashriflar bilan birgalikda. Hop, bu tomonimizdan o'sha eshigimiz tushgan, mana 90lik, 92-30 termo 65 dan. Juda ham chiroyli. Xo'p, bu tomonimizdan o'sha romlarimiz tushgan. Romlarimiz Engelbek profilda, rangli santrazit, ikkita chekkasini ochilish qilib berganmiz. Mana. Xo'p, romlarimiz ichkari tomondan ko'rinishi padakonnilar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Mana 7 profilimiz 7 sm bo'ladi, 5 kamerali. Mana birinchi, ikkinchi shovqinga juda ham zo'r issiq sovuq ushlaydi. Ruchkalarimiz germanskiy ruchka. Ikki taraflama ochilib yopiladi, o'sha mexanizmlar bilan birgalikda qo'yib berilgan. Xo'p, mana ichkari tomondan ko'rinishi eshiklarimizni. Xonaning ichiga ham обычный yengil variantdagi eshiklarimizni qo'yib berganmiz. Xo'p, yana bitta foydali ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, eshiklarimizni qo'yib o'rnatganimizdan keyin xonamizning remont ishlari yakunlangan, lekin tez ko'chib kirilgan. Sababi xonani sirasi remont qilishgan, qish kunida remont qilib yakunlashgandan keyin namli xonada yaxshi qurmagan. O'shani hisobiga xonaning ichida terlash bo'lyapti, xonaning ichida. Romni o'zida emas, bu xonaning ichidan bo'ladi. Romni ichida bo'lganda bizni aybimiz bilan bo'lardi. Romni ichida bo'lsa biz almashtirib beramiz. 5 yil garantiyamiz bor. Faqatgina bu xonaning ichida. Bu xonamizda terlash, xonaning ichini yaxshi qurmagan, oshxona bo'lgani hisobiga dimoxod qo'yilmagan ham tortmayapti. Endi yozda o'zgina dimoxodini qo'yamiz deyishyapti. Idealniy holatda. Padakonnilar bilan. Xo'p, bu obyektimizni ofisimizga 1 kvadrati $195 dan tushgan termo Engelbek energiya tejovchi oyna shotlankalar bilan birgalikda